Bir hafta savdoda arzonga Nexia 2 yaxshi kelsa mana bundan olib kelaylik. 2015-yil Eurosonus motorda super konditsioner varianti. Bor yo'q 101 ming kilometr masofani bosayotgan mashina tiniq holatda bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin mashina. Ideal kuzovlari ham, to'rtta borlar zo'r holatda. Salonlarni ham ko'rsataman. Salonlari ham akkuratli bo'lib turibdi. Uzun заводской chexollarda. Chexol kizosani yaxshi holatda keladi. Mashinaning tarpeda apshiplar ham zo'r holatda. Monitor, rul apshiplar ham zo'r holatda turibdi mashina. Kuzovda umuman qirilgan shilingan joyi yo'q. Ideal holatda mashina. Ko'rishingiz mumkin, orqa ko'rinishlari ham zo'r holatda. Mashinamizga propan gaz qo'yilgan ekan. Benzinda propanda harakatlanadi. Texnik holatda, xudo xolosalik hech qanaqa rasxodlar yo'q. 101 ming yurgan свежий mashina. Eurosonus motor super konditsioner 2015-yil. Sizlar maza qilib minishing uchun $5250 ga tushirib qo'ydi. Agar nomerni qoldiramiz, bemalol aloqa chiqib baraka qilishingiz mumkin.